Assalomu alaykum haydovchilar va bo'lajak haydovchilar. Yaxshimisizlar, charchayapsizlarmi? Mana bugun ham sizlar bilan ko'rishib turibmiz, onlayn bo'lsa ham. Xo'p, endi bugungi mavzum juda qiziq mavzu. Eng oxirgi katta mavzulardan bittasini bugun tugatamiz. Juda ham qiziq mavzu, chunki bu belgilarga bog'liq, bu komanda juda kerakli, ya'ni qo'shimcha axborot belgilari. Bu qo'shimcha axborot belgilari unaqa anu bo'lmasligi mumkin, katta ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin, lekin bu yo'lda harakatlanganda yoki imtihon savollarida ham juda ham ko'p uchraydigan savollar sirasidan kiradi, sirasidan hisoblanadi. Shuni hisobiga e'tiborli bo'lishinglarni xohlaymiz. Bu o'zimizda ham ko'chalarda ham o'rnatilyapti hozirgi kunda. Xo'p, eng birinchi o'rinda qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Like, podpiska, kommentariy hammasi zo'r. Sog' bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yo'linglar bexatar bo'lsin. Bo'lmasa darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz o'sha oq-qora belgilar. Hamma rangi bilan, hamma belgilar komandasini bilasizlar, o'ziga yarasha rangi bor. Mana shu belgilar qo'shimcha axborot bo'lgani uchun shunchaki oq-qora ranglardan foydalangan xolos. Bu yarimi, bu esa qolgan yarimi. Hozir mana shu ikkalasi bo'yicha hammasi ikkita va yuzi bet deydimi? Ikkita beti va o'sha hamma belgilar bo'yicha bittadan gaplashib chiqamiz, bitta gaplashamiz. Mabodo kamchiliklar bo'lsa, aytinglar, qaytadan ko'rib chiqamiz uni. Agar qo'shimcha takliflar bo'lsa, marhamat, kommentariy ochiq. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, qo'shimcha axborot belgilari. Endi 7-guruh bu bilasizlar, eng oxirgi guruh 7-guruh. Xo'p, shuning uchun hamma belgilarning bosh raqami 7 dan boshlanadi. Ketdi yog'i 7111, 712, 758 shunaqa ketaveradi. Hammasini boshi 1. Xo'p, bunga bittagina kichkinagina izoh berilgan. Qo'shimcha axborot belgilarining o'ziga ta'rif berilgan. Qo'shimcha axborot belgilari ular bilan birgalikda qo'llangan belgilarga aniqlik kiritish yoki ularning ta'sirini cheklash uchun qo'llaniladi. Endi qaranglar. Bu belgilar qaysidir asosiy belgilar bilan, ya'ni qolgan 6 ta komanda bilan ishlatiladi. Ba'zilari bilan, hammasi bilan ham ishlatib bo'lmaydi. Endi qarang, bu yerda nima bo'lyapti? Mana parkovka. Ya'ni to'xtab turish joyi, avtomobillar to'xtab turish joyi. Endi mana qarang. To'xtab turish joyi nogironlar uchun. Bu belgini qandaydir ma'noda yoki ma'nosini o'zgartirdi yoki qandaydir kimgaligini tegishtirdi. O'sha narsani aytmoqchi. Mana 100 km/soat tezlikdan ortiq tezlikda harakatlanish mumkin emas. Xo'p, tushunarli. Bu yo'lda hamma 100 gacha yura oladi. Endi mana ikkita belgini qarang. Ikkita belgi bor. Yengil avtomobillar va 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobillari 120 gacha yuradi tezligi. Yuk avtomobillar 3,5 tonnadan og'ir bo'lsa 100 gacha yuradi. Qolgani yozilgan qoidalar bo'yicha yuradi. Tushunarli? Belgini qaranglar, ta'sir doirasini kamaytiryapti yoki ta'sir doirasini o'zgartiryapti. Tushunyapsizlarmi? Mana xavfli burilish 300 metrdan shahar tashqarisida endi 300 metrdan keyin keladi, keyin xavfli burilishlar boshlanadi. Hech narsa aniq emas. Lekin mana buni qarasanglar, xavfli burilishlar 500 metr oralig'ida. O'zi biz xavfli burilishlarga keldik. Xavfli burilishlarning boshidan oxirigacha masofa 500 metr degan ma'noda keladi. Bularni hozir nimaga dars o'tmasdan tushuntiryaptimlar? Просто mana 4 tagina so'zga, men ta'rifiga bir misol qo'yaman. Mana belgiga yaxshilab e'tibor beramiz. Chorrahaga 411, ya'ni harakatlanish to'g'riga degan belgi qo'yilgan. Bu yerdan faqat to'g'ri yurasiz. O'ngga, chapga qayrilib olish mumkin emas. Lekin pastdagi belgi bilan farqini solishtiringlar. Pastda esa hamma xohlagan joyiga yura oladi, faqat 3,5 tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillardan tashqari. Nimaga? Chunki 3,5 tonnada mana belgi, qaraymiz. Mana belgi faqat yuk avtomobillari uchun, bu belgi hamma uchun. Tushunarli? Bu belgi kim uchun xizmat qiladi? Bu belgi kim uchun buyuryapti? Kim uchun taqiqlayapti? Ana o'sha narsalarni tushuntiradi. Tushunarli? Xo'p, keyingisi mana o'sha ta'sir kiritish yoki ularning ta'sirini cheklash. Mana qaranglar. Mana belgi chorrahagacha ta'sir qiladi, mana belgichi 8,5 metrga ta'sir qiladi. Bo'ldi. Mana. Bularni hozir hammasini ko'rib chiqamiz, hammasini. Shunchaki mana yozilgan gapga bir izoh bermoqchi bo'ldim. Ketdik, bo'lmasa boshladik. 711 obyektgacha bo'lgan masofa, belgidan yo'lning xavfli joyi, yo'l harakatiga tegishli cheklovlar kiritiladigan joyi yoki harakat yo'nalishi bo'yicha oldindagi muayyan joygacha bo'lgan masofani ko'rsatadi. Endi qaranglar, bu yerda 7, bu komandaning raqami 11. Endi mana o'rtadagi 1, e'tibor berasizlar, o'rtadagi 1
mana obyektgacha bo'lgan masofa, ya'ni mana belgilarning hammasini nomi bitta. Hammasi obyektgacha masofa, mana 1 bu ma'mina raqami, tartib raqami. Bitta nom ostida 4 ta belgi bor. Mana o'shani nomi birinchi, mana 1, mana meniki, mana meniki 2, buniki 3, buniki 4. Tushunarli? Shuni tushuntirmoqchiman hozir. Shuni tushunmasanglar ham sal qiynalasizlar. Hop, bo'lmasa boshladik. Obyektgacha bo'lgan masofa mana 300 metr haqida gaplashamiz. Hop, bizga qaranglar. Qaysidir belgi bilan qo'llaniladi? Asosiy belgilar. Misol uchun mana bu belgini hammamiz bilamiz. Bu notekis yo'l. Ya'ni 400 metrdan keyin keladi notekis yo'l. Qaranglar, masofasi aniq. Bilsanglar, ogohlantiruvchi belgilar shahar ichida 50-100 metr masofada, shahar tashqarisida 150-300 metr masofada qo'yilardi. Endi bu yerda nima deyapti? Aniq masofasi yozilgan. Tushunasizmi? U yerda 100 bu shahar ichi deb qabul qilaylik. Shahar ichida 50 metr bilan 50-100 metr oralig'ida qo'ysa, 50 metrdan keyin kelishi ham mumkin, 70 metrdan keyin kelishi ham mumkin, 80 metrdan kelishi mumkin. Uni hech kim bilmaydi. Lekin bu belgi nima qilyapti? Bunga aniqlik kirityapti. Ya'ni 400 metrdan keyin nima bor? Xavfli, notekis yo'l. Endi mana bunga qaraymiz. Mana buni qaraylik, mana zo'r tushuntirilgan. Mana bu yerda mana belgi qoqilgan joydan u yog'iga hamma 40 ta yuradi. 40 dan tez yurish mumkin emas. Tushunasizlarmi? Belgi qoqilgan joyda mana bu yerdan mana ishdan 30 mi bo'ldi. Hamma 40 ta yuradi. Endi mana belgiga qaraymiz. Bu belgi 40 dan tez yurish mumkin emas, faqat qachon 300 metrdan keyin deyapti. Mana ishdan bu yog'iga keyin belgi ta'sir qiladi. Tushunasizmi? O'tga borgandan keyin mana belgini yana bitta ko'rasiz. Ko'rishingiz mumkin, ehtimoli bo'ladi. Endi bu haqida aniq ma'lumot yozilmagan, balki bo'lar, balki bo'lmas. Lekin bo'lish ehtimoli katta. Tushundingizda? Mana hozir emas, mana mashitdan emas. Momentdan keyin 70 km tezlikdan oshira olmaysiz. Ya'ni sizni o'sha joyga yaqinlashayotganingiz haqida obyektgacha masofa, ya'ni ta'sir oralig'i deb nomlanadi. Tushunasizlarmi? Xo'p, ketdik. Bo'lmasa buni boshladik. Buni tushundik. Mana hammasi shu. Mana 300 metrdan keyin tamojnik keladi. 450 metrdan keyin ta'mirlash ishlari, 250 metrdan keyin xavfli burilishlar va 50 metrdan keyin mana bu naryoq tarafga o'tib olasan degan belgi. Ko'rasizlarmi? Ogohlantiruvchi bilan axborot ko'rsatgich taqiqlovchi bilan ishlatilishi mumkin. Tushunarli? Xo'p, keyingisi 712 ko'rdinglarmi? 7 o'zgarmaydi, chunki bu komandani nomeri. Mana 1 o'zgaradi. Qachon mana nom o'zgarsa, obyektgacha bo'lgan masofa o'zgarsa, mana 2 boya 1 edi, ana endi 2 bo'ldi. Xo'p, aholi punktlaridan tashqarida, endi mana shu chorraha oldiga qaranglar. Endi bitta narsani bilib olinglar. Mana belgini demak biz shahar ichida ko'rmaymiz. Chunki aholi punktlaridan tashqarida chorraha oldiga 205 yo'l belgisi o'rnatilgan bo'lsa, ya'ni shahardan tashqarida chorrahaga, mana chorrahaga mana bunaqa stop belgi qo'yilgan bo'lsa, mana belgi bilan yo'l bering belgisini ko'ramiz. Mana ko'rasizmi? Bu o'zi stopni anglatadi, lekin yo'l bering bilan birga ishlatiladi. Tushunasizmi? 2-4 yo'l belgisi bilan o'rnatilib, chorrahagacha bo'lgan masofani ko'rsatadi. Ya'ni shahardan tashqarida ketyapsiz, bu belgini ko'rasiz. Mana ikkita belgini ko'rasiz. Mana ikkita belgini ko'rasizda. Uzr. Mana ikkita belgini ko'rasizda, ha, men chorrahaga yaqinlashyapman. U chorrahada to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan. Ya'ni bitta to'xtab, o'ngga chapga qarab keyin yurasiz. Agar asosiy yo'lda transport vositasi kelayotgan bo'lsa, unga yo'l berasiz. Tushunarli? Menimcha bu oson. Buni hamma bilardi. 713, 714 ko'rdingiz-a? 7 o'zgarmadi, 1 hozircha o'zgarmaydi, chunki belgini nomi shunday. Mana 3, mana 4. Yo'ldan chetda joylashgan manzilgacha bo'lgan masofani bildiradi. Endi mana men chorrahaga keldim-da, men misol uchun o'zim tushunishim, siz belgini borku o'qing-da. Mana belgini o'qiymiz. Qo'shma gap bo'ladi. Mana to'xtab turish joyi bo'ldi. Keyin va deb qo'shamiz-da. 100 metrdan keyin o'ngda. Tushunarli? Park mana ishdan o'ngga burilasiz. 100 metrdan keyin nima bor ekan? Ya'ni avtomobillar to'xtab turish joyi, ya'ni parkovka bor. Tushunarli? Mana bunga ham yaxshilab e'tibor bering. Mana dam olish joyi chapda 300 metrdan keyin. Zo'r-a? Ma'nosi zo'rda. Buni qo'shib o'qing, ikkita belgini qo'shib o'qisangiz ma'nosi hal. Tushunarli? Belgini
Nomini eslab qoling, ko'rinishini eslab qoling bo'ldi, lekin nomeri kerak emas. Luboy borib o'sha avtoshkolada ko'p bilaman, o'qituvchilar belgini nomerini yodlatishadi. Nomerini yodlamang, sizga kerak emas nomeri. Ko'rganingizda nima qilishingizni tushuning bo'ldi, tamom, masala hal. Keyingisi 721 ta'sir oralig'i. Endi bunga qarang, ta'sir oralig'i. Mana belgilarning hammasi ta'sir oralig'i. Shuning uchun 2 ma'nolarni ham bosh 2 bo'ladi, keyin ma'nosi o'zgaradi. Mana birinchisi. Ogohlantiruvchi belgilar bilan belgilangan xavfli joyning uzunligini yoki taqiqlovchi va axborot ko'rsatish belgilarining ta'sir oralig'ini ko'rsatadi. Ya'ni bu yerda nima demoqchi? Qarang, xavfli burilishlar endi ta'sir oralig'i deganda mana shu belgi ancha masofaga ishlaydi, ta'sir qiladi. Mana boya ko'rganingizda, agar e'tibor berganingizda mana bunaqa belgi turuvdi, mana yonida. Bundoq to'rtburchak turuvdi. Keyin 300 metr. Strelkasi yo'q edi. Bu obyektgacha bo'lgan masofa, bu ta'sir oralig'i. Ya'ni agar mana ogohlantiruvchi belgi xavfli burilishlar boshidan oxirigacha, mana boshidan oxirigacha 100 metr. Tushunarli? Endi bu belgini o'chirib tashlaymizda o'rniga boyaga 300 metr qilamiz. Mana to'rtburchak strelkasi yo'q edi. Hozir uni ham farqini tushuntiraman hozir. Mana 300 metr strelkasi yo'q, ko'rasiz farqini. Endi agar bu belgini tagiga olib kelib qo'ysangiz, nima deydi? 300 metrdan keyin deydi. Ma'nosini tushunarli? Ya'ni ta'sir oralig'i degan ma'noda. Endi mana buni qarang. Xo'p, hozir ikkalasining farqini tushuntiraman. 40 dan tez yurish mumkin emas. 40 dan tez yurish mumkin emas. Mana mashdan ta'siri boshlanadi belgini. Faqat necha metr masofaga? 100 metr masofaga, ko'rasizmi? 100 metr masofaga nima 40 dan tez yura olmaysiz. Mana bu yerdan o'tganingizdan keyin belgi tugatadi o'z kuchini. Tushunarli? Mana shu oraliqqa ishlaydi belgi. Undan u yog'iga yana 70 da yurib ketaverasiz. Agar shahar tashqarisi bo'lsa 100. Yengil avtomobil uchun. Mana parkovka, to'xtab turish joyi 100 metr oraliqda. Mana mashina oralig'i sizga to'xtab turish joyi. Tushunarli? Bu juda oson. Keyingisi, xo'p, mana shu ikkalasini solishtiramiz. Qarang, strelka bori, mana 721 ta'sir oralig'i, strelkasi yo'g'i, obyektgacha bo'lgan masofa. Ko'pchilik mana shu ikkalasini adashtiradi. Shunchaki diqqat bilan qarab turib, mana buni screenshot qilib olsangiz ham o'rganib olasiz. Qarang. Mana. Xo'p, mana belgi qoqilgan joydan, mana ta'sir oralig'ida 3 kilometr deyapti. Mana masjidgacha 40 dan tez yurmaysiz. Mana yozib qo'yibdi. Bu yog'iga ketdi, ya'ni 70 da yurib ketaverasiz. Tushunarli? Endi mana buni qarang, 40 dan tez yura olmaysiz. 3 kilometrdan keyin mana bu yerda 70 yuraverasiz. 70 yuraverasiz. 3 kilometrdan o'tgandan keyin 40 ga tushasiz. U yog'i bilmaymiz, balki chorrahagachadir, balki o'z-o'zini bekor qilish belgisi bordir, balki aholi punktidan tashqari degan belgi bordir, balki qayrilib olish joyi bordir. Uni bilmaymiz, lekin mana ma'nosi tushunarli. Bu ikkalasi ham shahar ichida, tasavvur qiling. Mana ta'sir oralig'i deganda belgi qoqilgan joydan ko'rsatilgan masofagacha ta'sir qiladi. Bu belgi obyektgacha bo'lgan masofa, ya'ni manzilgacha bo'lgan masofa, qoqilgan joydan ko'rsatilgan masofadan keyin belgi nima qiladi? Ta'sir qiladi. Mana tasavvur qiling, ogohlantiruvchiga o'xshaydi. Ogohlantiruvchiga o'xshataman, chunki ogohlantiryapti-yu, 3 kilometrdan keyin deyapti. Bu 3 kilometrgacha deyapti. Bu buyuruvchiga o'xshayapti. Lekin ikkalasi ham taqiqlovchi belgi bilan ishlatilgan. Tushunarli bu? Bo'pti, keyingisiga o'tamiz. 726, ya'ni mana bunisi 722, 23, 24, 25, 26. Mana shu oralig'ida nomerlari bor, tushunasizlarmi? Mana shu 5 ta belgini hammasi ta'sir oralig'i va bu belgilar mana belgilar uchun yaratilgan. Mana shu 5 ta belgi faqat mana shu belgilar uchun ishlatiladi. Hozir mana ikkitasi sal istisno bo'lib tursin, yo bu ham shunaqamida. Hozir. Bo'ldi. Aniq, to'g'ri bo'ldi. Adashmadim. Hozir to'g'risi o'zim ham sal aniq qo'yaman. Nimaga? Chunki shunaqa anobotni dars o'taman, dars ko'rishadi,
belgilarni noto'g'ri talqin qilyapsiz, noto'g'ri gapiryapsiz. Qatida noto'g'ri gapiraman, baraka topgur, gapir shuni deydigan odam yo'q-da. Mayli hech narsa qilmaydi. Xullas, mana shu 5 ta belgini eslab qoling. Mana shu 5 ta belgi faqat mana 4 ta belgi uchun yaratilgan. Bu belgilar boshqa belgilar bilan qo'llanilmaydi. Aniq va lo'nda. Tushunali? Ketdik. Endi mana buni qaraymiz. Xo'p. Qara, birinchi o'zim ham to'xtash qachon bu belgi qachon o'z kuchini yo'qotadi degan savolga javob beraylik-da. Bu belgi chorrag'ada, narda chorrag'a bor. O'shatgacha ta'sir qiladi. Bu belgi mana o'z-o'zini bekor qilish belgigacha nima qiladi? Amal qiladi. Bu belgi qayrilib olish joylaridan o'tgandan keyin ham o'z kuchini yo'qotadi. Bu belgi ta'sir oralig'i mana sariq chiziq bilan o'lchanadi. Mana shuni oralig'ida to'xtash mumkin emas. Ko'rasizlar, bu belgilar mana shu mana shu funksiyalar bu mana shu ta'sir oralig'ida ishlaydi. Tushunasizlar, mana ko'rasizlar, bir nechtasi bordi. Ularga qo'shimcha ravishda mana shu belgi ham yaratilgan. Mana birinchi o'rinda to'xtab turish taqiqlanadi 50 metrgacha. Ko'rasizlar, 50 metrgacha. Ya'ni bu belgini ta'sir oralig'i mana shungacha. Mana shunga ishlaydi. 50 metrgacha. Endi savol, mana opani olishim mumkinmi? Mashinamga o'tkazishim mumkinmi? Mumkin. Chunki bu belgi nima deyapti? To'xtab turish taqiqlangan deyapti. Mana shu 50 metr oralig'ida 10 minutdan ko'p qolib ketma deyapti. Mana bu yerga to'xtab 9 minut turib, keyin ketib yorsangiz ham hech narsa qilmaydi. Tushunarli? 9 minut mana mashina. Tushunarli? Demak, mana belgi qat'igacha 50 metr masofada ishlaydi. Endi mana buni qarang. Endi mana opani ola olmaysiz. Nimaga? Chunki tepadagi belgi o'zgardi. Endi to'xtash taqiqlanadi 50 metrgacha. Mana shu oraliqda shunda g'ildiraklaringiz aylanishdan to'xtadimi, sizga 660 minglik maqtov yorlig'i keladi. Malades, to'xtabsan. Endi bank kassasiga borib jarimani to'lab kel yoki hozirgi kunda Payme ilovasi orqali ham to'lasa bo'ladi, juda qulay. Endi bu reklama emas, Payme bilan shartnomamiz yo'q, xavotir olmanglar. Tushunarli? Mana to'xtash taqiqlanadi 50 metr oralig'ida. Mana opani ola olmaysiz endi. Tushunarli? Mana opani olsa bo'ladi endi. 50 metr orasida to'xtab turish taqiqlanadi. Mana ma'nosini tushundingizmi? Bunisi bilan ishlatiriladi. Ham toq juft bilan ishlatiladi, uni qo'ymadim prosta. Ketdik. Endi keyingisi. Xo'p, 7 2 3. Boy 7 2 1 ni ko'rdik. 7 2 2 ni ko'rdik. Endi mana bunisi 7 hozir. Mana bunisi 7 2 2. Hop, 7 2 3. Taqiqlovchi mana shu 4 ta belgini, mana shu 4 ta mana 4 ta belgini taqiqlovchi belgilarning ta'sir oralig'ini oxirini ko'rsatadi. Ya'ni qarang, bu ham zo'r belgi. Ko'pchilik tushunmaydi mana shu narsani, lekin men hozir harakat qilaman. Mana belgi, mana qoqilgan joyidan nariyodagi chorrahaga ishlaydi. Mana shu yerdagi chorrahagacha ishlaydi. Mana shu yerdagi chorrahagacha ishlaydi. Tushundingizmi? Mana shu oraliqqa ishlaydi. Endi mana buni qarang. Endi bu belgi nima deyapti? Mana belgi mana mashtgacha ishlaydi. U yog'iga ishlamaydi. Ko'rasizmi? Bu o'zi belgilar orqasiga ta'sir qiladi. Bu belgi nima deyapti? Mashtdan bu yog'iga oldiga ta'sir qiladi. Bo'ldi. Mana bu yoqda to'xtash mumkin emas. Mana bu yoqqa to'xtash mumkin emas. Bu yog'iga to'xtash mumkin. Tushunali? Hozir mana avtomobil hozir qoidani buzmagan. Bu avtomobil qoida bo'lsa, lekin mana bu yerda to'xtasangiz, qoidani buzasiz. Tushundingizmi belgi ma'nosini? Bu belgi, shu belgi mana shu qoqilgan joyidan oldiga ta'sir qiladi. Mashtgacha ta'sir qiladi. U yog'iga ta'sir qilmaydi degan ma'noni bildiradi. Belgini tubdan ma'nosini o'zgartirib yubordi, agar bilgan bo'lsanglar. Tushunarli? Bo'lmasa ketdik. Keyingisi 7-2-4. Haydovchilarga ularning 327 330 yo'l belgilari ta'sir doirasida ekanliklari haqida axborot beradi. Endi qaranglar, uchala vaziyatni bitta tushuntirib beraman hozir. Qarang, belgi qoqilgan joyidan narigi chorrahagacha ishlaydi. Mana bu yerda chorraha turibdi o'zi. Mana shu oraliqda ishlaydi. Mana belgi mana mashtgacha ishlaydi. Mana bu yerda to'xtasangiz, mana shu oraliqda to'xtasangiz, qoidani buzasiz. Mana bu yoqda to'xtasangiz, qoidani buzmaysiz. Hammasi zo'r. Chunki belgi mana oldi ishlaydi. Mana ko'k avtomobil qoidani buzgan.
Endi mana buni qarang. Bu belgi mana o'rganimizda 7 2 4. Bu belgi qoqilgan joyidan oldiga ham ishlaydi, orqasiga ham ishlaydi. Oldida ham, orqasida ham to'xtash mumkin emas. Mana uchala vaziyat sizga bir tekis ko'rsatilgan. Tushundingizmi? Mana bu yerda pitichka qilib qo'ying, shunga tushunib olasiz. Tushundingizmi? Hozir buni hammasini bitta qilib ko'rsataman. Zo'r rasm yig'dim mana shu yerda. Xo'p, ketdik bo'lmasa. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Mana 10 metrga. Mana buni qo'ymanmiz-ku. Mana belgi mana qoqilgan joydan mana 10 metrgacha ishlaydi. Mana mashga ishlaydi. Va mana bu yerga to'xtash mumkin, mana bu yerga mumkin emas, mana bu yerga mumkin. Tushunarli? Xo'p, mana bu belgi bilan cho'tka qilib tushuntiramiz. Qaranglar. Birinchi mana buni o'qiymiz. To'xtash mumkin emas, 50 metr masofada mana. Demak, mana bu belgigacha masofa 50 metr. Mana shu qizil mana shu 50 metr. Uchalasini bitta qilib. Mana bu belgi yetyapti. Mana mashdan boshlanadi to 50 metrgacha. 50 metrgacha boshlandi. Mana belgi yetyapti. Endi xavfli burilishdi. Va bu belgini oldiga ham, orqasiga ham to'xtash mumkin emas deyapti. Mana bu yoqqa ham mumkin emas. Mana ikkalasi ham qoidani buzgan. 660 mingdan peshanasi bilan yiqilgan 660 mingga. Ammo bu belgi nima deyapti? Mana mashgacha ta'sir qiladi. U yog'iga to'xtash mumkin. Tushundingizmi? Ko'rasiz, mana mumkin. Mana bu yerda ham mumkin. Endi mana xavfli burilish bo'lgani uchun mumkin emas u. Lekin agar tekis yo'l deb tasavvur qilsangiz mana bu mumkin. Nimaga? Chunki belgi u yog'iga boshlaydi. Belgi boshlanish masofasini va qayerda tugashini aytayapti. Bu belgi oldiga ham, orqasiga ham haligacha ishlaydi. Bu belgi shu yergacha ishlaydi. U yog'iga bo'ldi, to'xtash mumkin degan ma'noda keladi. Mana uchalasini birga ishlatilgani. Hozir mana masofa 50 metr hisob qolasiz. Mana bu yerdagi masofa, mana bu yerdagi masofa 50 metr. Ana endi mana belgi bo'lmasa, bu masofa noma'lum, lekin belgilar qayerda kuchi boshlanib, qayerda tugaydi, qayergacha ta'sir qiladi, ma'lumoti aniq. Tushunarli? Xo'p. Keyingi oxirgisi 725, 726 maydon binolar oldida va shunga o'xshash joylar chetida to'xtash va to'xtab turish taqiqlanganda 327, 330 belgilarining ta'sir oralig'i va yo'nalishini ko'rsatadi. Ana qaranglar, plashatkani mana maydonni oldi. Qarang, belgini o'ng tarafiga 330 metrga, chap tarafiga 25 metrga shunchaki to'xtash mumkin emas. Bo'ldi. Shu 4 ta belgi hammasi o'sha to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan belgilar bilan, ya'ni 320, 330 belgilar uchun yaratilgan. Bo'ldi. Qolgani bilan ishlatilmaydi. 731, 733 ta'sir yo'nalishlari. Tushundingizmi? Ta'sir yo'nalishlari. Chorraha oldiga o'rnatilgan belgilarning ta'sir yo'nalishini yoki bevosita yo'l yaqinida joylashgan manzillarga harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. Ya'ni, mana buni qarang. Mana bu belgi haqida gaplashamiz. Birinchisi o'ngdagi o'ng belgi, o'ngga degan strelka. Ya'ni qarang, bu yerda nima deyapti? Mexanik transport vositalari, ya'ni motori bor narsalar o'ngga yurmasin deyapti. Bu belgi ko'rasizmi? O'ngga kirishi mumkin emas deyapti. To'g'riga, chapga va qayrishi mumkin. Endi xo'p, hurmatli haydovchilar deysiz. Xo'p, mana bu yoqdan kelayotgan mashinalar nima qiladi? Mana bu yerdan kelayotgan mashina nima qiladi degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Mana bu yerda mashina keldi. Bu belgini ko'rmaydi. Mana bu yerdagi mashina ham bu belgini ko'rmaydi. Endi bularga mana bunaqa xuddi mana bunaqa belgini mana bu yerga qo'yadi. Ya'ni endi chizilgani, tasavvur qiling, bu yerga chizib qo'yilmaydi-yu. Mana bu yerda stalvada ilingan mana shu belgi. Mana bu yerdan kelayotgan transport vositasi mana buni ko'radi. Mana bu ko'chani boshiga ham stalvaga ilishadi. Mana bu yerdan kelayotgan mashina mana xuddi mana shunaqa belgini ko'radi, faqat bizda hozir o'ngga mumkin emas bo'lsa, unga mana bu belgi qo'yilgan bo'ladi, chapga. Tushunarli? Ya'ni bizga o'ngga burilish mumkin emas, ularga chapga burilish mumkin emas. Mana bularga to'g'risiga qo'yib qo'yadi. Tushundingizmi? Bu o'sha ko'chaga kirib qolmasligingiz uchun oldindan aytadi, chorrahani oldida, "Ey, baraka topkur, o'ngga chapga yurma, o'ngga yurma. Mana belgi mazani qochiradi" degan ma'noda keladi. Keyingi mana bunisiga qaraymiz. Xo'p, mana mexanik transport vositasi harakatlanish taqiqlanadi o'ngga va chapga. Demak, o'ngga va chapga motori bor narsalar kira olmaydi. Tushundingizmi? Agar mana bu yerda velosiped bo'ladigan bo'lsa, velosipedning motori yo'q, demak u to'rttasiga ham yurishi mumkin. Agar mana shu motorli narsa, ya'ni mexanik transport vositasi mopeddan tashqari, agar moped bo'lsa ham mumkin o'ngga chapga. Lekin tasavvur qiling, mana bu yerda Nexia turibdi mana. Nexia turibdi. O'ngga chapga yura olmaysiz, to'g'riga va qayrilib olishingiz mumkin.
lekin o'ngga chapga mumkin emas. Tushunarli? Belgi qatga ta'sir qilyapti, shuni ko'rsatadi. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda ham xuddi shu belgi turibdi. Ko'rasizlar? Mana xuddi shu belgi turibdi. Naryo tarafdan kelayotganlar uchun ham ogohlantiryapti-da. Taxlayapti. Ogohlantirib taxlayapti. Xo'p, endi mana qaraymiz. Endi men savol beraman. Qaranglar, mana yuk avtomobilda o'tiramiz. Bizani ruxsat etilgan to'la vaznimiz 10 tonnadan ortiq. Keling, mana shuni to'g'ri qilib qo'ylik. Bizani ruxsat etilgan to'liq vaznimiz 11 tonna. Bo'ldi. Xo'p, endi mana taxlovchi belgi turibdi. Taxlovchi belgi ruxsat etilgan to'la vazni 10 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillar harakatlanishi taqiqlanadi va qayerga? O'ngga, chapga. Demak, biz qayerga yuramiz? To'g'riga va qayerga borishga. Tushunarli? Mana shunda. Ketdik. Bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Mana. Xuddi shu belgi, faqat qayerga mumkin emas, G ga mumkin emas. Keyingisi bu joyiga qaytadi. Slaydga baho beringlar, o'zim tayyorladim. Hop, endi bu belgi nima deyapti? Chapga ishlaydi deyapti. Bo'ldi. Ma'nosi shu. Ko'rdinglar? Belgini ko'rib, qo'yib, ma'nosini o'zgartiramiz. Mana cho'tki qilib tushuntirilgan slayd mana shu bo'ladi. Mana ko'chaga mumkin bo'lmasa, mana bunaqa qilishadi. Siz to'g'ridan kelsangiz, ko'rasiz bu belgini. O'ngdan kelsangiz ham ko'rish ehtimolingiz bor-u, lekin uncha katta emas. Chapdan kelsangiz ham uncha katta emas. Mana to'g'ridan kelsangiz, mana shu turadi yo'lning narigi tarafida. Endi mana bu rasmga qaraymiz. Endi qarang, mana belgi, mana ko'cha, mana to'rttasi bitta ko'cha deb tasavvur qiling. Mana hozir biz ham yerda turdik. Mana bu rasm uchun. Mana bu rasm uchun biz shu yerda turibmiz, to'g'ri. Endi o'sha ko'chaga, mana bu ko'chaga chapdan keldik. Chapga mumkin emas. O'ngdan keldik, mana bu tarafdan keldik. Mana hozir bo'tga bo'lsa, bu o'ngdan mana bu yerda bo'ladi. Bu chap bo'ladi, mana bunisiga bo'ladi. Amami bunisi boshqasi. Tushunarli? Ko'rdingiz? Yuk avtomobil harakatlanishi mumkin emas. Mana belgidan u yog'iga. Yuk avtomobil harakatlanishi mumkin emas. Chapga. Yuk avtomobil harakatlanishi mumkin emas. O'ngga. Yuk avtomobil harakatlanishi mumkin emas. O'ngga va chapga. Bo'ldi. Masala hal. Mana xohlasa screenshot qilib oling. Maza qilasiz. Ketdik. Voy, shuncha qiynalib o'tiribman. Bor ekan-ku. Ketdik. 741, 710 transport vositalarining turi. Belgining ta'siri joriy etilgan transport vositalari turini ko'rsatadi. Ya'ni, qaranglar. Buni men tushuntirish yo'li qanaqa deb o'ylayman? Misol uchun, mana qatta misol qilsak bo'ladi. Misol uchun, o'sal qo'pol bo'lib ketadi. Bo'pti. Misol qilmayman. Hop, keyingisi qaranglar, mana shu 10 ta belgi haqida gap ketadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Mana shu 10 ta belgi haqida gap ketadi. Yuk avtomobillariga harakatlanish taqiqlangan, yuk avtomobillar transportasining turi taqiqlangan emas, uzr. Yuk avtomobillari harakatlanish yuk avtomobillari 3,5 tonnadan og'ir, tirkamali, yengil avtomobillar va 3,5 tonnagacha avtobuslar, traktorlar, mototsikllar, velosipedlar, mopedlar, xavfli yuk tashiyotgan transport vositasi, elektromobil va taksi avtomobillari. Tushunarli? Shu ma'noni bildiradi. Hali bular hech qanaqadir cheklov, hech qanaqa buyuruvchi yo'q bu yerda. Bu yerda shunchaki hozir transport vositasining turi, bu belgi qaysidir belgi bilan ishlatilsa, o'sha mashina uchun hisoblanadi. Qarang, 741 belgisi mana 3,5 tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobili, 743 yengil avtomobil, bu 749 mana elektromobillar. Endi faqat bitta texnik xatolik ketibdi hozir. Endi bu 172-qarorda shunaqa qilingan. Faqat 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk tashuvchi transport vositalari taksiga kirib qolibdi. O'zi bu qoida ma'munda turardi, eski qoida bo'yicha. 3,5 tonnadan yengil bo'lgan yuk avtomobillari ma'minga taalluqliydi. Hozir qanaqadir xatolik ketgan, ma'minga o'tkazib qo'yishibdi. Tushunarli? Bunga e'tibor bermaymiz, ketdik. Xo'p, qarang. Mana bu yerda belgi turibdi. 50 dan tez yurish mumkin emas. Mana shu belgi qoqilgan joydan hamma 50 km tezlikdan tez yura olmaydi.
Hammaga bu belgi, hammaga kim bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'p, endi mana buni qaraymiz. 50 dan tez yurishi mumkin emas. Shu joydan boshlanadi. Kim uchun? Ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillariga. Og'ir, tushunarli? Bu belgi. Agar siz yengil avtomobilda bo'lsa, marhamat 100 gacha yuravering. Agar siz avtobusda bo'lsangiz, marhamat 90 da yuravering, tushunarli? Endi mana buni qarang. Qarang, o'zi bu shahar ichi, nimaga qo'yilganini tushuntirib beraman bu belgini. Qarang, o'zi bu shahar ichi, bilasiz, shahar aholi yashash punktida harakatlanish tezligi maksimal tezligi 70 da belgilangan. Mana bu yerdan bu yog'iga 80 da yurasiz, 80 gacha yursangiz bo'ladi. Mana 80 gacha yursangiz bo'ladi. Faqat yengil avtomobillarga, tushunyapsizlarmi? Yengil avtomobillarga. O'zi qarang, shahar ichida tezligimiz 70 dan tez yurish mumkin emas. Lekin bu belgi taqiqlovchi belgi bizga 10 qo'shib beryapti, ayirmayapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz. Bizga belgi endi 80 gacha yurishga ruxsat beryapti yengil avtomobilga. Avtobus, yuk avtomobillari hammasi 70 gacha yuraveradi, lekin bizga yengil avtomobillarga bu belgi 100 keyingi chorrahagacha, misol uchun, yoki qayerib olish joyigacha 80 gacha ruxsat beryapti. Taqiqlash orqali bizga 10 km/soat tezlik qo'shib beryapti. O'zi aslida shahar ichi 70, lekin bizga mana belgi 10 km tezroq yurishga huquq beryapti. Agar tushuntira olgan bo'lsam. Endi mana bunga qaraymiz. 100 dan tez yurmasin, yuk avtomobillar 3,5 tonnadan og'ir bo'lgan, 120 gacha yurish mumkin yengil avtomobillar. Ko'rasizmi? Qolgan hamma mashinalar o'sha yozilgan qoida bo'yicha yuradi, lekin mana bu belgilarga taqiqlovchi belgi o'rnatish orqali tezlik qo'shib berilyapti. O'zi bilasizlar, yengil avtomobillar shahar ichida, shahar tashqarisida 100 gacha yursa bo'ladi. Bu yana 20 qo'shib berdi. 3,5 tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillar 80 gacha yursa bo'ladi. Bu belgi endi ularga 20 qo'shib berdi. Tushunarli? Menimcha tushunarli bo'lsa kerak. Endi mana bunga qaraymiz. Mana bu 411 belgisi. Endi u taqiqlovchi bilan ishlatiladi. Endi buyuruvchi bilan ishlatib ko'ramiz o'sha belgini. Mana buyuruvchi belgi faqat to'g'ri yuradi. O'ngga, chapga va qayrilib olishga mumkin emas, faqat to'g'ri yurasiz. Endi mana bu belgiga qarang. Mana bu belgini qarang. Faqat to'g'riga yuradi, traktorlar. Mana bu yerda traktor mana shu chorrahadan kelib qolsa, faqat to'g'ri yuradi. O'ngga, chapga qayrilib olish mumkin emas. Mana bu yerda hamma to'g'ri yuradi. Ma'nosi shu. Agar mana bu belgini olib kelib mana bu yerga qo'yib qo'ysangiz, hozir qo'yilmagan ekan, qo'yib qo'ysangiz, demak Jiguli xohlagan tarafga yuradi. Chunki bu belgi aynan traktor uchun qo'yilgan bo'ladi. Mana qarang. Ana ko'ra mana ishda muammo bo'ldi, shuni ko'pchilik tushunmadi. Qarang. Buyuruvchi belgi to'g'riga o'ngga deb buyuryapti. 3,5 tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillariga. Endi agar yengil avtomobil bo'lsa, faqat to'g'riga yura oladi. Faqat emas, to'g'riga yura oladi, chapga keta oladi va qayrilib ola oladi. Nimaga to'g'riga o'ngga yura olmaydi? Chunki o'ngda nima bor? Palasa bor. O'ngga bo'luvchi mana bunga o'tish kerak. Demak, qatga yura oladi, to'g'riga, chapga va qayrilib olishga, palasani hisobga olish kerak edi. Agar tasavvur qiling, mana bu avtomobil 10 tonnali yuk avtomobil, 10 tonnali. U faqat to'g'ri yura oladi. O'ngga yura olmaydi. O'ngga yurishi mana bu tasmada bo'lishi kerak edi. Tushundingizmi ma'nosini? Demak, bu buyuruvchi belgi faqat yuk avtomobili. Agar bu yerdan yengil avtomobil bo'lsa, istalgan yo'nalishga mumkin, palasani hisobga olgan holda, yuk avtomobil bo'lsa, belgiga bo'ysunadi, unda ham palasani hisobga olish kerak. Keyingisi, qarang. To'xtab turish taqiqlangan, hammaga, mana hashtagi hammasi 10 mingdan ko'p qolib ketsa, qoidani buzadi. Endi mana buni qarang. To'xtab turish taqiqlangan bir xil vaziyat, uchalasiga qarang. To'xtab turish taqiqlangan yengil avtomobillarga. Bo'ldi. Demak, mana bu yerdan narigi chorrahagacha faqat yengil avtomobilga mumkin emas, yuk avtomobillariga, avtobuslarga, traktor, faqat yengilga mumkin emas, qarochi. Mana bu yerda to'xtab turish mumkin emas, faqat yuk avtomobillar 3,5 tonnadan og'ir bo'lsa. Yengilga, traktorga, avtobusga, qarochi belgi kim uchunligini aniqlamoqchi-da, tushuntirmoqchi belgi, qo'shimcha ma'lumot beryapti. Keyingisi zo'r belgi mana shu 751. Shanba, yakshanba va bayram kunlari. Bu belgini nomi shunaqa. Qaysi belgi bilan ishlatilsa, o'sha belgini talabi faqat shanba, yakshanba va bayram kunlari amal qiladi. Endi mana tasavvur qiling. Mana to'xtab turish joyi
Mana Ma'meddan narigi Chorrahagacha misol uchun to'xtab tur joyi faqat bayram shanba yakshanba. Agar kelib dushanba kuni Ma'medga to'xtasangiz 660 mingga betingiz bilan yiqilasiz. Tushunarli? Keyingisi qaraymiz. Kirish taqiqlangan. Agar 8-mart misol uchun qilsa kalendarda bayram kuni 8-mart kuni to'g'riga o'ta olmaysiz, chunki mana belgi ishlaydi. Lekin 9-mart kuni o'tib ketaverasiz. Bu belgi faqat bayram kuni ishlaydi. Endi mana qarang. Zo'r belgi. Mana hammasini qo'shib o'rganamiz hozir. Qarang. To'xtash mumkin emas. Shu yergacha belgi qoqilgan kungacha va bayram kunlari shanba yakshanba. Demak, dushanba yoki seshanba, dushanbadan jumagacha bayram bo'lmasa to'xtash mumkin. Lekin undan oldin mumkin emas. Tushunarli? Bayram kunlari, shanba kunlari mumkin emas. Mana uni qanaqa qilib ajratamiz degan savolga javob beramiz. Birinchi o'rinda uni qizil kunlar, ataylab qizil qilingan. Mana Ma'meddagi hammasi qizil kunlar. Nimaga? Chunki shanba yakshanba. Keyin 8-mart qizil qilingan u bayram, shuning uchun unga ham mumkin bu kuni ham ishlaydi va mana 21 bilsangiz 21-mart bu Navro'z, demak o'sha kuni ham bayram bo'ladi. Demak, o'sha kuni ham ishlaydi. Keyin agar umumiy xalq bayrami deb 3 kun e'lon qilingan bo'lsa, u kunlari ham ishlayveradi. Tushunarli? Xo'p, ish kunlari 752 zo'r belgi. Qarang, nima deyapti bu yerda? Xo'p, birinchi mana belgiga qaraymiz. Quvib o'tish mumkin emas, taqiqlovchi belgi ish kunlari. Demak, hozir agar dushanba bo'ladigan bo'lsa, men yuk avtomobilni men quvib o'ta olmayman, chunki bu belgi dushanba kuni ishlaydi. Dushanbadan jumagacha ishlaydi. Eslab qoling. Ish kunlari deganda dushanbadan jumagacha, shanba bilan yakshanba qani desangiz, mana bunda qolib ketgan bo'ladi. Tushunarli? Endi agar dushanba bo'ladigan bo'lsa, quvib o'tish taqiqlangan, lekin yakshanba yoki bayram kuni yoki shanba bo'ladigan bo'lsa mumkin. Mana to'xtab turish taqiqlangan ish kunlari. Mana ishdan Ma'medgacha dushanbadan jumagacha to'xtasangiz, kassaga 1 ro borib kelasiz. 5 minutda ishingiz bo'ladi kassada. Agar mabodo yakshanba kuni to'xtab tursangiz, demak qoidani buzmaysiz. Ish kunlari 10 minutgacha to'xtash mumkin. 10 minutgacha mumkin. 10 minutdan keyin ketishingiz kerak. Tushunarli? Mana yo'nalishli transport uchun ajratilgan tasma ish kunlari. Ya'ni qarang, avtobuslarning polosasi A polosasi faqat dushanbadan jumagacha ishlaydi. Shanba bilan yakshanba unaqa katta tirbandli bo'lmaydi-yu. O'shaning uchun bu polosa oddiy polosaga aylanadi. Zo'r ma'noni bildirgan. Yomon kerakli belgi. Xo'p, 753 hafta kunlari. Belgiga haftaning qaysi kunlari amal qilinishi ko'rsatilgan. Ya'ni mana bunaqa dushanba, chorshanba. Endi men yerda ruschasini ham qo'yganman. Ertaga men test tashlaganimda o'zbekcha belgilarni topa olmayman. Shuning uchun ruscha qilib qo'yganman. Xo'p, endi belgiga qaysi kun yozilgan bo'lsa, o'sha kun ishlaydi. E'tibor bering. Harakatlanish to'g'riga ponedelnik, sredami? Ya'ni o'sha haftaning o'sha yozilgan kunlari faqat to'g'ri ko'rasiz. Misol uchun yakshanba, shanba yoki payshanba bo'ladigan bo'lsa, 10 ga chapga mumkin. Endi mana buni qarang. Ma'medda yil 365 kun faqat to'g'ri ko'rasiz. Yil 365 kun. Ya'ni har qanday kunda faqat to'g'ri ko'rasiz. Ma'medda faqat dushanba, chorshanba to'g'ri ko'rasiz. Qolgan kunlar 10 ga chapga yursangiz bo'ladi. Bu juda oson belgi. Keyingisi, amal qilish vaqti. Belgiga kunning qaysi vaqtida amal qilishini ko'rsatadi. Ya'ni endi soat bo'yicha gaplashamiz. Zo'r. Qarang, zo'r belgi. To'xtash, kirish taqiqlangan, taqiqlovchi belgi 10 dan 18:00 gacha, ya'ni ertalabki 10 dan kechqurungi 6 gacha bu joyga kirish mumkin emas. 9:59 ga kirib ketsangiz bo'ladi yoki 18:01 dan o'sha kirishni boshlasangiz bo'ladi. Tushunarli? Mana qarang. Xavfli yuk tashiyotgan transport vositalari 8 dan soat 5 gacha kirishi mumkin emas. Harakatlanish mumkin emas. Demak, 7 voqliroq kirib ketasiz yoki kechroq kirasiz. Mana bu belgini qo'shib o'qiymiz. To'xtab turish taqiqlangan, 10 minutdan ko'p qolib ketish mumkin emas. 80 metr oraliq masofada kechqurun 23:00 dan 8:00 gacha. Tushunyapsizmi? Belgi, taqiqlovchi belgi qayergacha ta'sir qiladi va qachon ta'sir qiladi? Qo'shimcha ma'lumot berilgan. Mana buni qarang. Shuning uchun qo'shimcha axborot belgilari-da bu. To'xtab turish taqiqlangan, belgi
oyning tog' kunlarida qoqilgan joyidan oldiga ham, orqasiga ham soat 8 dan kechqurungi 5 gacha. Tushunarli? Bo'ldi. Tamom. Keyingisi 755 757. Ya'ni 3 ta belgi bor bu yerda. 56 57. Mana bu uchala belgi. Amal qilish vaqti. Belgiga haftaning qaysi kuni va qaysi soatlarda amal qilishi ko'rsatadi. Ya'ni qarang, mana bu 4 ta belgini, mix qilingan varianti mana bu uchta. Mix qilingan, ya'ni qo'shilgan. Qachon, qanday vaqtda, qaysi kuni degan ma'noda qo'shilgan. Mana uchalasini bitta qilib tushuntiraman hozir. To'xtab turish taqiqlangan, mana shu qoqilgan joydan bayram kunlari, shanba, yakshanba kunlari soat 5 dan 17:30 gacha. Tushundingizmi? Dushanbadan jumagacha VIP o'tirib choyxona qilib olsangiz ham bo'ladi, lekin misol uchun bayram kuni ham soat 6 da bemalol bu belgi ishlamaydi, lekin 8 dan 17:30 gacha ishlaydi. Mana xuddi shu belgi to'xtab turish taqiqlangan. Endi bunda faqat bu belgini tushunmaylar, boshqacha belgilar ham bo'lishi mumkin. Endi hozir rasmda topganim shu. To'xtab turish taqiqlangan, ish kunlari soat 8 dan 8 gacha. Tushundingizmi? Shanba, yakshanba o'tirib bemalol o'ta tug'ilgan kuningizni nishonlasangiz bo'ladi. Keyingisi to'xtash mumkin emas. Vtornik seshanbamidi? Seshanba soat 00 dan 7:00 gacha. Tushundingizmi? Kechqurun soat 00 dan 7:00 gacha nima sizga to'xtash mumkin emas. Tushunarli? Qolgan kunduzi mumkin. Zo'r belgiga keldik. Mana shuni ham ko'pchilik adashtiradi. Men o'zim testlarimda ham ko'rganman. Shu belgini yaxshilab ko'rasiz. 761 769. Ya'ni buni orasida nechta belgi bor? 9 ta belgi bormi? Mana shu 9 ta belgi haqida ketyapti. Mana bunisi 71 61 62 63 ketdi bu yog'i. Ular soni qiziq emas bizga. Transport vositasini to'xtab turish joyiga qo'yish usuli. Tushunasizlar? Transport vositasini to'xtab turish. Ya'ni o'tda bordyor aniq bor. Bordyor bor, trotuarning cheti yoki bordyor bor. Shunga nisbatan qanday qo'yish? Tushunasizmi? Yo trotuar yo bordyor. 761 barcha turdagi transport vositalarini to'xtab turish uchun mo'ljallangan qatnov qismini trotuar yoniga qo'yish usuli. Endi qarang. Bu yerda nima deyapti? 761 mana bunisi bo'ladi. Keyingisi 762 dan 769 gacha trotuar yonidagi to'xtab turish joyiga yengil avtomobil va mototsikllar. Qarang. Mana bu 761. Mana 761. Mana bu keltirilgan noqulayliklar uchun uzr deydi-yu. Shuna gap eshitganmisizlar? Mana bu bitta belgi, mana bu yerda 8 ta belgi bor. Bu mana hammasi. Endi hurmatli haydovchilar, bu yerda eslab qolishimiz kerakki, agar mana usulda bo'lsa, hammaga to'xtash mumkin. Kemami, u 3,5 tonnadan og'irmi, 300 tonnami, traktormi, kombaynmi, ekskavator, buldozer farqi yo'q. Luboy transport vositasi to'xtaydi. Mana shu belgi, mana shu usulda. Lekin qolgan 8 ta usulda faqatgina 2 tagina transport vositasiga mumkin. Avtomobillarga va mototsikllarga. Mototsikllarni. Tushundingizmi? Даже mana qarang, bitta narsani tushunib olaylik. Mana usulda Damazga mumkin, lekin Laboga mumkin emas. Damazga mumkin, lekin Laboga mumkin emas. Nimaga? Chunki Labo bu yuk avtomobili. Yuk avtomobil agar bu usulda tursa, mana trotuarni buzib yuborishi mumkin. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, qolgan 8 ta belgi trotuar bilan kontaktga kirishyapti. Ya'ni kontakt deganda qanaqadir trotuar ustiga chiqyapti. Ana o'shaning mumkin emas. Endi mana usulga qaraymiz. Mana usulda ko'pchilik aytadi, "Men trotuarga chiqmayapti-ku" deydi. Bu trotuarga chiqmasa ham yuk avtomobilining uzunligini hisobiga qatnov qismiga xalaqit berishi mumkin. Ana o'shaning mumkin emas. Demak, bitta narsani eslab qolamiz. Mana 8 ta belgida faqatgina mototsikl bilan yengil avtomobilga mumkin. Mamanda barcha transport vositasiga mumkin. Buni bitta qilib mana bunaqa tushuntirganim yaxshi. Ko'p gapirmaydi. Mana buni o'zingiz uchun skrinshot qilib olinglar. Mana barcha transport vositalariga mana 8 tasi faqat 2 taga ruxsat beradi. Shu usulda qo'yishga, tushunasizlar? Mana bu yerga Titanicga ham qo'yib qo'ysam bo'lar ekan, joy bor ekan u. Bu tushunarli. Mana to'xtab turish joyi birinchi belgi. Hammaga mumkin, farqi yo'q. Chunki trotuar bilan parallel turibdi.
Endi tasavvur qiling, mana belgi bo'lmasa-chi. Mana belgi yo'q. Mana belgi yo'q. To'xtab turish joyi bo'ldi. Har doim parallel qo'yishingiz kerak. Endi hop, mana bunga qaraymiz. To'xtab turish joyi faqat nima deyapti? Bunisini tushuntirmanmiz-ku. Hop, mana buni bitta ko'ra olamiz. To'xtab turish joyiga bordyur trotuarga parallel. To'xtab turish joyiga trotuarga parallel faqat bitta o'ng g'ildiraklarni trotuar ustiga chiqarib qo'y. Perpendikular orqa g'ildirakni chiqarib qo'y trotuarga. Trotuarga parallel faqat ikkita g'ildirakni ham chiqarib qo'y. Shunaqa ma'noda ketadi-da. Bo'ldi, hammasini aytish shart emas. Ketdik. To'xtab turish joyi ikkita g'ildirakni ham trotuarga chiqsin deyapti. Mana mototsikl bilan yengilga mumkin, lekin mana bunga mumkin emas. Ko'rasiz farqini? Chunki mana bu trotuarni buzib yuborishi mumkin. Mana to'xtab turish joyi orqa bilan trotuarga perpendikular turgan deyapti. Mana ikkalasi ham to'g'ri turibdi. Mana chiziqlari ham bor. Chiziqlar sal uklon bo'lishi mumkin. Belgi aniqlar, lekin chiziqqa ham e'tibor berasiz. Agar chiziq mana bunaqa sal burchak ostida bo'lsa, mana shu burchak ostida qo'yishingiz kerak. Tushunarli? Uni esdan chiqarmaysiz. Xo'p, lekin agar mana avtomobil nobodo tasavvur qiling. Agar oldini u yoqqa qaratib qo'yadigan bo'lsa, qoidani buzgan hisoblanadi. 660 ming. Mana qo'shib o'qiymiz. To'xtab turish joyi ish kunlari soat 8 dan 8 gacha parallel ustiga trotuar ustiga chiqib ol ikkita baloning bilan ham pulli xizmat. Buni hali o'rganmadik, hozir keyingi slaydda o'rganamiz buni ham. Tushunarli? Qo'shib o'qiysizlar. Mana to'xtab turish joyi mana usulda faqat pulli. Mana tekin, bu pulli. Bir xil narsa ikkalasi. 7 dvigatelni ishlatmasdan to'xtab turish joyi 5-15 belgisi bilan. Endi bu ham qaranglar faqat parkovka bilan ishlatiladi yoki ani tabiat qo'yni bor, dam olish joylari, shunaqa joylar bilan. Mana belgilarning hammasi, mana belgilarning hammasi parkovka uchun yaratilgan 5-15 belgisi uchun. Tushunarli? Unaqa belgilar ko'p. 5-15 belgisi bilan belgilanganda to'xtab turish joyida transport vositalarining dvigatelini ishlatmasdan to'xtab turish ruxsat etilganligini ko'rsatadi. Ya'ni mana bu to'xtab turish joyi, to'xta marhamat. Nima faqat motorni o'chirib qo'y. Motorni yoqib qo'ysiz, mana odamlarni zaharlaysiz. Endi savol tug'ilishi mumkin-da, to'xtaganda nimaga motorimni yoqib qo'yishim kerak? Savolda nimaga yoqib qo'yishim kerak? Baraka topkur, yozda bo'lsa konditsioner ishlatishingiz kerak, qishda bo'lsa pechkani ishlatishingiz kerak. Agar motorni ishlatmasangiz, ikkalasi ham ishlamaydi. Ishlaydi, effekti katta bo'lmaydi. Tushunarli? Shuni hisobiga sizga motor ana o'shaning uchun kerak bo'ladi. Agar siz sovqatsangiz, bu yerda emas deb boshqa joyda borib to'xtab, dvigatelingizni ishlatib qo'ying. Xo'p. Tushunarli? Mana parkovkaning bir necha xil usullari. Mana uzunligi, bayram kunlari, mana bunaqa joyi, mana bunaqa. Tushunarli? Keyingisi 7-8 pulli xizmat ko'rsatish joyi. To'lov asosida xizmat ko'rsatishni bildiradi. Ya'ni mana belgi haqida ketyapti. 10, 15, 20 bu pulli xizmat. Bu ham menimcha shu faqat parkovka bilan ishlatilsa kerak. Yana balki boshqa joylar uchun ham bordir u. Men faqat mashin bilan ko'rganman. Mana to'xtab turish joyi olding bilan trotuarga taqab qo'y, pul to'laysan. Mana okalarning hammasi hozir pul to'laydi. Endi bizda esinglarda bo'lsa, ham bunaqa belgi bor-da, pulli xizmat. Uni axborot ko'rsatkichda ko'rsatdim. Mana belgi ham pulli. Bizda bu belgini qo'yish o'rniga mana bunaqa sariq belgini chiqarib qo'ya qolishdi. Bu ham pulli to'xtab turish joyi. Mana bu tekini, bu pullisi, bu yer ostida, bu yer ustidami? Shunaqa edi. Adashtirib olgan bo'lishi mumkin. Bu yer ostida, bu yer ustida bo'lishi mumkin. Tushunarli? Bo'ldi, ma'nosi shu. Endi bizga mana belgi kerak, chunki bizda sarig'i bor-ku O'zbekistonda. 7-9 to'xtab turish muddati cheklangan. Ya'ni 5-15 belgisi bilan o'rnatilgan to'xtab turish joyida transport vositalarining to'xtab turishining eng ko'p muddatini ko'rsatadi. Qarang, zo'r savol-a? Zo'r belgi. Mana bu yerdan boshlanadi belgi. Ya'ni 30 minut. Bu to'xtab turish joyi. Kelasiz, 30 minutdan keyin ketishingiz kerak. Mana belgi shunaqa deyapti. Agar mana belgi bo'lmaganda edi, ertalabdan kechgacha yotib olsangiz bo'lardi mana. Lekin bu belgi borligi uchun endi 30 minutdan keyin ketishingiz kerak. Mana bu yerda 2 minut ekan. Tushunarli? 7-10 avtomobillarni ko'rikdan o'tkazish joyi 5-15 yoki 6-11 belgisi bilan maydonlarda estakada yoki ko'zdan kechirish chuqurlari borligini bildiradi. Yo o'tda yama bor, yo estakada bor. Ya'ni mashinangizni
ustiga chiqarib yoki o'sha joyga qo'yib texnik ko'rikdan o'zingiz o'tkazib olasiz. Ya'ni qayerdadir shaqillasa yoki nimadir bo'shab ketsa, taqillasa o'sha joyga borib ko'rasiz. Mana shu ikkita belgi bilan ishlatiladi. Mana ana o'sha joy. Mana estakada. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana estakada. Keyingisi 7-11. Ruxsat etilgan to'la vazni cheklangan. Belgining ta'siri ruxsat etilgan to'la vazn qo'shimcha axborot yo'l belgisi ko'rsatilgan miqdordan ortiq bo'lgan transport vositalariga taalluqli ekanligini bildiradi. Zo'r savol, zo'r belgi. Qarang. Harakatlanish o'ngga buyuruvchi belgi agar sizning ruxsat etilgan to'la vazningiz 10 tonnadan og'ir bo'lsa. Tushunyapsizmi? Agar sizning vazningiz 9 tonna bo'lsa, xohlagan tarafingizga yuravering. Lekin 10 tonnadan ortiq bo'lsa, sizga faqat bitta yo'lga yurish mumkin. Tushunarli? Faqat o'ngga. Mana bunga qarang. Xo'p. Sog' bo'l. Keyingisi 40 dan tez yurish mumkin emas. Mana shu o'rnatilgan joydan 15 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillariga. Tushunasizmi? Agar sizning vazningiz 15 tonnadan og'ir bo'lsa, bu belgi sizga ta'sir qiladi. Agar siz yengil avtomobil bo'lsa, bosing 100 gacha mumkin. Tushunarli? Kim aytdi desa, ma'ni aytaverasiz. Xo'p, shahar tashqarisida, ya'ni shahar ichida demaylar. Keyingisi harakatlanish taqiqlanadi. Harakatlanish taqiqlanadi. Yuk avtomobillariga 2,5 tonnadan og'ir bo'lsa. Tushunarli? Endi bilardinglar, bizda 3,5 tonnadan kam bo'lgan yuk avtomobillarining belgisi bor edi. Lekin 3,5 tonnadan kamiga yo'q. Ana o'shani mamnaq qilib belgilaydi. Keyingisi to'xtab turish taqiqlanadi. Yuk avtomobillariga 12 tonnadan og'ir bo'lsa, soat 6 dan 22:00 gacha. Ko'rdingizmi? Bu yerda qo'shma gapda bu yerda. O'zi bitta belgini, 4 ta belgini qo'shib o'qisangiz, bitta yaxlit gap bo'ladi. Ketdik. Keyingisi 7-12 xavfli yo'l yoqasi yo'l ishlari bajarilayotganligi sababli yo'l yoqasiga chiqish xavfli ekanligi haqida ogohlantiradi. 1.23 belgisi bilan birga qo'llaniladi. Mana o'sha belgi, mana ikkalasi birga ishlatiladi. Bu haydovchini shunchaki ogohlantiradi. Aka deydi, ta'mirlash ishlari olib borilyapti, yo'l yoqasiga chiqsangiz ozgina xavfli bo'lishi mumkin. Nu chiqishingiz mumkin, xohlasangiz. Keyingisi 7-13 asosiy yo'lning yo'nalishi. Chorrahada asosiy yo'lning yo'nalishini ko'rsatadi. Ya'ni mana belgilar haqida gap ketyapti. Bu belgilarning hammasi mana 3 ta belgi bilan qo'llaniladi va asosiy yo'l yo'nalishini o'zgartirganda bizlarga kerak bo'ladi. Mana kesishgan chorraha asosiy yo'l bizada va chap tarafimizda, to'g'rimiz bilan o'ng tarafimiz ikkinchi darajali yo'l. Asosiy yo'l yo'nalishini o'ngga sal burilgan, to'g'ri bilan chap taraf ikkinchi darajali. Xuddi shunaqa qilib o'qib ketasiz. Bu yerda bitta eslab qoladigan narsangiz, mana bu qalin chiziqqa e'tibor bering. Mana bu qalin chiziq asosiy yo'lni beradi, ingichkasi ikkinchi darajali yo'lni beradi. Bo'ldi, shuni bilsangiz bo'ldi. Endi mana ikkalasi ham asosiy yo'lda yo'q, qaysi birinchi yurish kerak degan savolga mana oddiygina javob beramiz. Mana ikkalasi ham asosiy yo'lda. Mana bu yerda ham mashina bor. Mana bu yerda ham mashina bor. Buni imtiyoz belgilarini o'rgatganman. O'shanda yaxshilab qarasanglar bo'ladi. Mana bu ham to'g'ri yuryapti. Mana shuni o'chirib tashlaylik. Mana. Ikkita tarafda ham mashina bor. Qaysi birinchi yuradi? Ikkalasi ham to'g'ri yuryapti-ku desa, shunchaki o'ng qo'l qoidasini ishlataverasiz. Mana bu yerga o'zingiz turib olasiz. Mana turib olasiz. O'ng tarafingiz qani? Mana o'ng tarafingiz, mana. Demak, mana shu mashina birinchi yuradi. Keyin bu yuradi. Bo'ldi, tamom, masala hal. O'ng qo'l qoidasi ishlaydi. Asosiy yo'l yo'nalishini o'zgartirganda o'ng qo'l qoidasi ishlaydi. Xo'p, keyingisi mana. Mana bunga qarang. Mana bitta asosiy yo'l to'g'riga. Mana birinchi mana avtomobil xohlagan tarafiga yursa, u birinchi. Chunki mana bu yo'l belgisi turibdi. Endi buni o'zgartiramiz. Mana bunga qaraymiz. Mana ataylab qo'yib qo'yganman. Mana belgilar 5 ta belgiga e'tibor bersangiz, bir xil turibdi. Xo'p, asosiy yo'l mana ekan. Mana asosiy yo'l. O'rtaga turasiz. O'rtaga turasiz. O'ng taraf birinchi yuradi. Mana. Birinchi ketdi. Ikkinchi. Mana bu yerda ham o'ng qo'l qoidasi bu 3, bu 4. Bijir-bijir bo'lib ketdi-yu, nima bo'ladi? Tushunarli? Mana. Yaxshilab mana siz uchun turadi. Screenshot qilib oling, o'zingiz maza qilasiz. Mana birinchi avtomobil, qaranglar, ko'pchilik adashadi. Mana birinchi avtomobil faqat chapga yursa birinchi deb o'ylaydi. Baraka topkur, bu to'g'riga yursa ham birinchi. O'ngga yursa ham birinchi. Qayrilib olsa ham birinchi.
Chunki u asosiy yo'lning o'ng tarafida. Tushunarli? Uni peshonasiga birinchi o'tish yozilgan, laboga yozilgan. Men bechorani 4-chi o'tish, buni tomiga yozilgan. Nimaga? Chunki u ikkinchi darajali yo'lning chap tarafidan keldi. Tushunarli? Xohlang. Ko'pchilik o'ylaydi, mana belgi agar men mashina chapga yursa birinchi, chunki asosiy yo'lda agar to'g'ri yursa, menga yo'l berish kerak. Bo'lmagan narsa. Hurmatli haydovchilar, bu 4 ta tarafga ham yursin, birinchi, chunki u asosiy yo'lning o'ng tarafida. Tushunarli? Xohlagan tarafiga yursin. Uni taqdirda yozilgan birinchi bo'lish. Ketdik. Menga qaraymiz, mana zo'r rasm. Xo'p. Birinchi o'rinda mana B rasmni ko'ramiz, mana buni ko'ramiz. Qarang, asosiy yo'lni gaplashyapmiz. Mana asosiy yo'l. Qaranglar, ochiq yo'llar, ko'rasizmi? Asosiy yo'l. Ko'k nimaga oqdan oldin o'tadi? Chunki u o'ng tarafda, shuning uchun u birinchi, bu ikkinchi. Endi mana qarang, ikkinchi darajali yo'llarni gaplashyapmiz. Nimaga qizil avtomobil sariqdan oldin o'tyapti? Chunki qizil avtomobil sariq avtomobil o'ng tarafda, shuning uchun u birinchi, bu ikkinchi. Bu ikkinchi darajali yo'lda, asosiy yo'lda odam bo'lmagani uchun bular shunaqa o'ng qo'l qoidasi bilan kelishyapti. Endi mana buni yaxshilab qaraymiz hozir. Mana ham ikkita belgini. Mana. Qarang. Mana ko'k A avtomobil birinchi o'tadi. Nimaga? Chunki u asosiy yo'lning o'ng tarafida, u 1. Mana oq avtomobil 2, chunki u asosiy yo'lda. Faqat asosiy yo'li chap tarafida. Qizil 3-chi o'tadi, chunki u ikkinchi darajali yo'lning o'ng tarafida. Sariq oxirgi o'tadi, chunki u ikkinchi darajali yo'lning chap tarafida. Masala hal. Mana shuni ham screenshot qo'yasiz, o'zingiz uchun maza qilasiz. Mana belgilarga qarang, yerga qo'yib qo'ysam zo'r tushunarli bo'ladi. Kim qayerdan kelganini bilsa ham bo'ladi. 7.14 harakatlanish tasmasi, belgi yoki svetofor ta'siridagi harakatlanish bo'lagini ko'rsatadi. Ya'ni, hurmatli haydovchilar, qarang, mana bu yerda 50 belgi osilgan, taqiqlovchi belgi, mana ikkalasi ham 50 dan tez yura olmaydi. Endi buni ko'rdik. Endi mana bunga qaraymiz. Mana bu yerda buyuruvchi belgi turibdi. Buyuruvchi belgi nima deyapti? 50 dan sekin yurma, faqat mana ikkinchi tasmada. Demak, mana ko'k avtomobil 50 dan tez yursa, sekin yursa jarima to'laydi, 50 dan tez yurish kerak. Mana xohlasa 30 da yursin. Tushunarli? Nimaga? Chunki bu belgi faqat ikkinchi tasmaga ta'sir qilyapti. Agar mana belgini o'chirib tashlaganimizda bo'lmaganda edi, ikkalasi ham 50 dan sekin yursa jarima to'laydi. Tushunarli? Buyuruvchi 50 dan. Endi mana buni qarang. Mana endi 1 da turibdi, tasavvur qiling. Bu birinchi palasada turibdi, bu 2 da turibdi. Tushundingizmi? Endi mana buni qarang. Mana buni ham ana kun Telegramda rasam muammo bo'ldi-da. Qarang. Birinchi palasada yursiz, 50 dan tez yurmaysiz. Ikkinchi palasada yursiz, 90 dan tez yurmaysiz. Taqiqlovchi belgi. Har bir tasmaga maksimal tezlik, ya'ni eng katta tezlik belgilangan. 1 da yursiz 50 dan tez yurmang, 2 da yursiz 90 dan tez yurmang. Tushunarli? Hozir sariq avtomobil 50 dan tez yura olmaydi. Ko'k avtomobil 90 dan tez yura olmaydi. Har bir palasaga alohida nima tezlik o'rnatilgan, cheklangan. Tushunarli? Lekin agar siz misol uchun endi ko'pchilik o'ylaydi, mana bu belgida demak men ikkinchi palasada 90 da yursam bo'ladi. Yo'q, ikkinchi palasada xohlasangiz 60 da ham yuravering. Xohlasangiz 20 da ham yuravering. Xohlasangiz endi 20 da yursa qoida buzilishi bo'lib ketadi-yu, 70 da ham yuravering. Nimaga? Chunki oshib ketmasangiz bo'ldi. Past ko'rsatilmagan-ku. Tushunyapsizmi? Bo'ldi. Buni tushunoldik. Savollar bo'lsa, kommentariy ochiq. 7.15 ko'zi ojiz piyodalar. 1.20, 5.16 5.16 belgilari hamda svetofor bilan birga qo'llaniladi. Piyodalar o'tish joyidan ko'zi ojiz piyodalar foydalanishi mumkinligi haqida ogohlantiradi. Ya'ni bu belgi faqat mana shu 3 ta belgi bilan ishlatiladi. Mana bu ochki, replar ochkisi. Mana shu 3 ta belgi bilan ishlatiladi. Ya'ni bu piyodalar o'tish joyida, ya'ni zebrada onda sondada ko'zi ojiz piyoda o'tib qolishi mumkin. Shunga nisbatan ehtiyot bo'lasiz. Uni qayerdan ajratib olaman desiz, hassasi oq bo'ladi. Oq hassali piyodaga har qanday joylarda imtiyoz berasiz. Buni men mavzusini chiqarganman, ko'rib olasiz. Mana bilan ogohlantirish svetofor bilan ishlatilishi mumkin. 7.16 nam qoplama. Belgi qatnov qismining qoplamasi nam bo'lgan vaqtda ta'sir etishini ko'rsatadi. Baraka topgan, mana shu belgilarni ham rosa adashtirasizlar. Mana belgi qoqilgan joydan
u yog'iga barcha transport vositalari 40 tezlikdan tez yura olmaydi. Tushunarli? Endi mana bu belgiga qaraymiz. Bu yerda ham 40 turibdi. Mana bu belgi faqatgina qoplama nam bo'lganda ishlaydi. Ya'ni asfalt nam bo'lsa. Ko'pchilik yomg'ir yog'ayotganda, baraka topgan, yomg'ir yog'ishining umuman aloqasi yo'q. Agar men ko'chaga chiqib, mana bu yerga hozir suv sepsam ham, siz 40 dan tez yura olmaysiz. Shudring bo'lsa ham, qor yog'ib erisa ham, yomg'ir yog'ib tingandan keyin ham asfalt quriguncha siz 50 da yurishingiz, 40 dan oshiq yurishingiz mumkin emas. Tushunarli? Qoplama nam bo'lganda degan joy bor. Mana sirpanchiq yo'l qoplama nam bo'lganda. To'g'ri-da, qoplama nam bo'lganda sirpanchiq bo'ladi. Keyingisi mana maslahat beruvchi belgi, ya'ni 40 atrofida yurgan deyapti. Faqat qoplama nam bo'lsa. Agar qoplama quruq bo'lsa, bosavering. Eng qizig'i qoplama nam bo'lganda ham 70 da yursangiz bo'ladi. Chunki bu maslahat beradi. Buyurmaydi ham, taqiqlamaydi ham. Eslab qolasiz. Life hack. Keyingisi 7-17 nogironlar 5-15 belgisi bilan qo'llaniladi. To'xtab turish joyi yoki uning bir qismi ushbu qoidaning 176 bandiga muvofiq nogiron taniqli belgisi o'rnatilgan transport vositalari uchun ajratilganini ko'rsatadi. Ya'ni mana bu yerda ko'rasizlar 50 ta parkovka bor. Mana 50 ta avtomobil to'xtab turish joyi bor. Uni chiziq bilan chegarasi bildirilgan. Lekin buni 4 tasi nogironlar uchun. Ya'ni avtomobilda nogironlik taniqli belgisi bo'lgan transport vositalari shu yerda to'xtaydi. Sog' odam to'xtab yurmaylar. U yaxshi emas-ku, u ular uchun u tushunarli. Keyingisi 7-18 nogironlar mustasno belgilarning ta'siri ushbu qoidaning 175-bandiga muvofiq nogiron taniqli belgisi o'rnatilgan transport vositalariga joriy etilmaydi. Ya'ni buni taqiqlovchi belgida ham ko'rsatdim. Mana Mametdan narigi chorrahagacha sizga to'xtash mumkin emas. Ya'ni nogiron bo'lmagan shaxsga, nogiron bo'lgan shaxsga bemalol trotuar chetida to'xtash mumkin. Nogiron mustasno deyapti. Tushunasizlarmi? Bu belgi nogiron uchun emas. Bu belgilar nogironlarga ta'sir qilmaydi, tatbiq etilmaydi degan ma'noda keladi. Tushunasizlar? Eslab qolasizlar. Mana Mametda keyingi chorrahgacha ikkalasi bitta rasm, e'tibor bering. Любой odam to'xta olmaydi. Sog'mi, nogironmi, nogiron bo'lmaganmi, nogiron bo'lgan farqi yo'q. Любой odamga to'xtash taqiqlangan 100 metr oralig'igacha. Tushunarli? Bu yerda любой odamga to'xtash mumkin emas, nogirondan tashqari. Ketdi. 7-19 foto va video qayd etish. Yo'l harakati qatnashchilarini o'sha maxsus moslamalar orqali qoida buzayotganliklarini aniqlash jihozlari bor. Ya'ni bu tezlikka ham bo'lishi mumkin, qandaydir chiziq bosilishiga yoki belgilanmagan joydan o'tishga. Xullas, yo'l harakati qoidalarida qanday o'sha qoida buzarliklar bo'lsa, o'shani foto va video moslama orqali qayd qilinadi. Tushunarli? Agar tez yursangiz jarima tortilasiz. Agar yurish mumkin emas joyga yursangiz ham jarima tortilasiz. Agar piyodalar o'tish joyidan o'tmasangiz ham jarimaga tortilasiz. 7-20 xavfli yuk toifasi, xavfli yuk toifasining toifalarining raqamini ko'rsatadi. Endi qarang. Mana bu yerda boya bittasini ko'rdik, mana bu belgi yo'q edi. Tagidagi sariq belgi yo'q edi, faqat taqiqlovchi bor edi. Mana tepadagi agar mana bu belgi bo'lmasa, любой yuk avtomobili xavfli yuk tashiyotimi kira olmaydi. Lekin agar tagida toifasi bo'lsa, misol uchun 5-toifa, 3-2-toifa misol uchun-da, o'sha toifadagi yuk avtomobili kira olmaydi. O'sha yuk tashiyotgan, qolgani kiraveradi. Tushunarli? Mana, ko'rasizmi? Klass 3. Xavfli yuk tashiyotgan transport vositasi agar 3-klassdagi xavfli yuk tashiyotgan bo'lsa, 10 ga yurishi mumkin emas. Tushunarli? Lekin 1-klass bo'lsa, marhamat yurib ketaversin 10 ga. Mana mashina keladi. Mana rossiyskisi bu o'zbekchasi. Mana turadi. Benzovozlarni barferda turadigan belgi, shu belgida. Keyingisi 7-21 evakuator ishlamoqda. 3-27, 3-30 yo'l belgilari ta'sir oralig'ida to'xtagan transport vositalari majburiy evakuatsiya qilinishini ko'rsatadi. Ya'ni qarang. Mana bu X turibdi. 3-27 belgisi turibdi-da. Mana bunday qo'y. 3-27 belgisi, ya'ni to'xtash mumkin emas, shu yerdan 100 metrgacha evakuator ishlamoqda. Endi bu yerda nima deyapti? Agar mana bu tagidagi belgi bo'lmaganda, prosta 660 ming to'laysiz, bo'ldi. Tamom. Lekin bu belgi bo'lgani uchun sizni hozir evakuator keladi-da, mashinangizni jarima maydonchasiga olib ketadi. Siz 3 ta jarimani to'laysiz. 3 ta jarima, 3 ta to'lov qilasiz. Kassaga 3 marta borasiz. Birinchi o'rinda o'sha evakuatorning pulini to'laysiz. Evakuator puli ham
Hozir kunda bo'lib qolsa kerak bir 8 ming, 1 million atrofida agar arzonroq bo'lmasa. Keyingisi to'xtash va to'xtab turish jarimasi 660 ming, 2 minimalka. 1 million 600 ming deb hisoblaylik. Keyin jarima maydonchasiga olib boradi-yu baribir. Jarima maydonchasi bilasizlar, pulli. Ana o'shani kuniga turganiga yana pul to'laysizlar. Qarshi nari beri 1,5 million atrofga tushasizlar-da agar undan qimmat bo'lib ketmasa. Ehtiyot bo'lasiz, tushunarli? Mana. Mana bu yerda shunchaki to'xtasangiz qoida buzasiz, keyingi chorrahagacha faqat 660 ming to'laysiz. Mana bu yerda evakuator kelib olib ketadi, mazingizni qochiradi. Bo'ldi, tamom. Keyingisi 722 1, 722 2, 722 3 to'siq. Ya'ni to'siqqa qo'yiladi. Mana bu 3 ta belgi bilan o'rnatiladi. 421, 423. Ya'ni bilasizlar, to'siqni o'ngdan, to'siqni chapdan, to'siqni o'ngdan va chapdan chetlab o'tish belgilari ishlatiladi. Ya'ni bu belgi to'siqni o'ngdan chetlab o'tish buyuradi va to'siq borligi mana bu belgi uzun qizil belgi yoki sariq belgi ogohlantiradi. Tushunarli? O'tib ketaverasiz. Belgi ko'rsating. Endi bitta joyga e'tibor bering-da bu yerda. Mana agar chiziqlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, haydovchiga bu yo'llarni ishora beryapti. Ey, baraka topkur. Yo'l bu yoqda deb ishora beryapti qizil chiziqlarga, ko'rasizmi? Demak, mana bilishimiz mumkinki, mana belgi yo'lning haydovchining chap tarafida bo'ladi. Bu belgi haydovchining o'ng tarafida bo'ladi. Bu belgi haydovchini o'ngda ham, chapda ham yo'l borligi haqida nima qiladi? Axborot beradi. Tushunarli? Eslab qolasiz. Navbat bilan o'tish. Ya'ni yo'lning tor qismiga ikkita polasa boryapti. Yo'lning tor qismiga ikkita polasa boryapti. Bitta siz, bitta ana o'tadi. Tushunasizlarmi? Mana navbat bilan o'tish. Ikkita polasa bitta polasaga kiryapti. Navbat bilan o'tasiz. Bitta u, bitta birinchi polasa, bitta ikkinchi polasa. Tushunarli? Yangi belgi. 724 transport vositasining davlat raqami, ya'ni to'xtab turish joyi bitta mashina uchun o'sha davlat raqamida ko'rsatilgan transport vositasiga degan ma'noda. Endi boshqa belgilar bilan ishlatilishi mumkin. To'g'risi men bu belgini tushunmadim. Shunchaki qoidaga joriy qilindi. Qaysi belgi bilan qo'llaniladi, qanday qo'llaniladi, u haqida kommentariy yo'q. Men tushuncham bo'yicha shu. Endi agar bilsanglar kommentariyada yozib yuborishlar mumkin. Endi meni balki ustozlar kuzatayotgandir, oliy toifali ustozlar, ya'ni kuchli mutaxassislar. Agar bilsanglar, sizlar ham yozsanglar juda xursand bo'lardim. Hammaga rahmat. Keyingisi 725 faqat xizmat avtomobillari. Endi ani bilasizlar, to'xtab turish joyi faqat xodimlar uchun, shu yerda ishlaydiganlar uchun degan ma'noda faqat xizmat avtomobillari uchun, balki boshqa belgilar bilan qo'llanilishi mumkin. Sun'iy yo'l notekisligi, ya'ni mana belgi haqida ketyapti. Mana bunaqa qilib qo'llanishi ham mumkin, bunaqa, ya'ni notekis, ya'ni sun'iy лежащий полицейский deydi-ku. O'shanaqa bor. Xo'p, bo'ldi. Belgilarni menimcha hammasini tugatdik. Ana endi belgilarni ozgina o'rganadigan joyimiz bor. Qo'shimcha axborot belgilari qaysi belgi bilan birga joriy etilsa, bevosita shu belgining tagiga joylashtiradi. Ya'ni qo'shimcha belgi qaysi belgi bilan ishlatilsa, shuni tagiga qo'yiladi. Bo'ldi, tamom. Mana. Ko'rdinglar? Endi 722, 724, 713 qo'shimcha axborot belgilar qatnov qismining yo'l yoqasining trotuarning tepasiga o'rnatilgan belgilarning yoniga joylashtiriladi. Ya'ni mana bu belgi bilasizlar trotuarga qo'yiladi, o'shaning yoniga qo'yiladi. Bo'ldi, tamom, masala hal. Shunday, mana bu belgilar trotuarga o'sha mana qoidadagi belgilarda. Keyingisi vaqtincha qo'shimcha tirgakdagi va doimiy belgilarning ma'nolari jihatidan bir-biriga zid kelgan hollarda haydovchilar vaqtincha o'rnatilgan belgilarga amal qilishi kerak. Ya'ni hurmatli haydovchilar, bitta narsani bilib olaylik. Mana bu belgi, mana tepada osilib turgan belgi yil 365 kun shu yerda turadi. Yil 365 kun. Mana bu belgi. Demak, mana bu joy qayrilib olish joyi. Bu yerdan chapga mumkin emas. Qayrilib olish joyidan chapga mumkin emas edi. Xo'p, lekin bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, buyuruvchi belgi turibdi, u vaqtinchalik. Farruh, men vaqtinchaligini qayerdan bilaman deysiz. Qayerdan bilasiz? Mana u yerga qoqilmagan, ya'ni tirgakda turibdi. Mana tirgak degan so'z bor. Mana qo'shimcha tirgakdagi, mana tirgak. Ya'ni u yerga mahkamlanmagan yoki trosga boylanmagan. U demak vaqtinchalik. Vaqtinchalik belgi doimiy belgidan ustun. Hozir mana bu belgini esdan chiqarasiz. Bo'ldi. Sizga faqat mana bu belgi buyuryapti, faqat to'g'riga. Ko'rdingizmi? Agar mana bu belgi bo'lmaganda sizga A ga yurish mumkin, V ga mumkin, G ga mumkin. Mana hammaga mumkin emas. Lekin bu belgi bo'lgani uchun mana yo'qoladi, yo'q deb tasavvur qilasiz. Mana bu uchalasi mumkin emas. Faqat to'g'ri yurasiz. Bo'ldi, masala hal.
Endi vaqtinchalik belgi ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana bunaqa qilib tirgakka qotirilgan bo'lishi mumkin, tirgakka o'rnatilgan bo'lishi mumkin yoki orqa foni sariq bo'lishi mumkin. Mana bu belgini bilasizlar? O'ngga qaranglar. Sariq mashina tepasida turibdi, asosiy yo'l belgisini tegdi. O'ngga chapga burilishi mumkin emas. Bilsanglar, buni orqa foni oq bo'lardi. Bu cho'ta sariq kasal bo'lganmi, sarg'ayib ketibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz nima bo'lgan? Endi bu belgi qarang, mana tepadagi palasani e'tibor bering. Mana tepadagi belgi ikkinchi palasadan ham chapga mumkin, birinchi palasadan ham chapga mumkin. Mana doimiy belgi ruxsat beryapti bunga. Lekin taqiqlovchi belgi sariq bo'lgani uchun u vaqtinchalik hisoblanadi. Vaqtinchalik belgi doimiy belgidan ustun. Demak, ikkalasi ham hozir chapga burilishi mumkin emas. Xo'p, ko'k avtomobil qayrilib olishi mumkin, sariq avtomobil to'g'ri yurishi mumkin. Bo'ldi. Sariq avtomobil nimaga qayrilib ola olmaydi degan savolga u chunki birinchi palasada turgani uchun mumkin emas. Tushunarli? Bo'ldi, masala hal. Lekin ko'k avtomobil ham to'g'ri yura olmaydi, chunki uni palasasi faqat chapga edi, chapni mahrum qilishdi, faqat razvorat qilib ola oladi. Keyingisi vaqtinchalik yo'l belgilari. Xo'p, mana bu belgilarning hammasi vaqtinchalik belgilar. Buni qayerdan bildim vaqtinchalik? Orqa foni sariq. Bilsanglar, mana shu belgilarning hammasi orqa foni oq bo'lardi. Endi hozir vaqtinchalik, shuni hisobi sariq, shuni hisobiga bu vaqtinchalik. Bu belgilar bilan boshqa belgilar ma'nolari bir-biriga zid kelsa, bizlar vaqtinchalik yo'l belgilariga bo'ysunamiz, hurmatli haydovchilar. Mana, ko'rasizlar? Mana doimiy belgi oq belgi, bu vaqtinchalik belgi sariq, ma'nosi bir xil. Mana vaqtinchalikni ikkinchisi mana bunaqa tirgakda o'rnatilgan bo'ladi yoki mana bunaqa sariq fonda bo'ladi. Bo'ldi, masala hal. E'tiboringiz uchun rahmat. Xo'p, hurmatli haydovchilar, darsimiz sal cho'zilib ketdi, chunki bittalab hammasini tushuntirishga majbur bo'ldim, chunki haqiqatan bilaman, bu belgilar juda ham chalg'itadi. Bir-biriga o'xshash belgilar bor, farqlash qiyin, lekin agar e'tibor bersangiz, agar shu kitoblarni olib o'qisangiz yoki shu videoni 2-3 marta ko'rsangiz, yanada tushunib olishga harakat qilasiz-da. Xo'p, bo'lmasa hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Agar mehnatimiz sizga yoqqan bo'lsa, o'z mukofotingizni berib o'tishingizni, ya'ni o'sha qo'llab-quvvatlashingizni so'ragan bo'lardik. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.